Dunyoda elektr energiyasini ishlab chiqarishni har qanaqasini o'ylab topsangiz ham, okey, esdan chiqarmang. Agarda siz uni to'g'ri sarf qilmasangiz, hammasi befoyda. O'zi siz bilasizmi, nimaga ko'p elektr sarf qilasiz? Uyingizni isitishgami yoki sovutishgami? Yaxshilab o'ylab qarasangiz, bizda yoz mavsumi juda ko'p bo'ladi va uyingizni siz sovutish uchun juda ham ko'p elektr energiya sarf qilasiz. Bilasizmi nima orqali? Konditsioner orqali. Elektr energiyasini sarf qilmaslik va siz cho'ntagingizga ko'proq foyda olib kelish uchun aka, bilasizmi nima qilish kerak? Agarda devorlaringiz izolyatsiya bo'lmagan bo'lsa, izolyatsiya qilish kerak. Abo chiqib olib, namuncha o'zingning mahsulotlarni reklama qilaverasan, deysizmi aka? Aka, ishoning gapimga, siz bir marta mana shu Pokedan uyingizni izolyatsiya qiling deb, mana 10-15 yil duo qilib yurasiz. Ishoning gapimga, aka, sizga yaxshi bo'lmaganini tavsiya qilmasdim va juda ham ko'p mijozlarimiz uyiga borib o'zidan olib berolmayapti aka. Siz ko'ryapsizmi o'zi? Ko'rmayapti aka, mana profil hoziroq kirib, bemalol kirib ko'rib chiqing. Hamma maqtayotgan bir paytda aka, siz quruq qolib ketyapsiz. Ishoning gapimga, uyingizni izolyatsiya qilish eng to'g'ri tanlov va bu eng yaxshisi aka. Narxi juda ham qimmat bo'lmagan, to'g'ridan to'g'ri devoringiz orqasidan penoplast bilan izolyatsiya qilib beramiz aka. Bu penoplastlarni xohlagan rangingizga bo'yab olasiz. Eng asosiysi, bu pokelar yonib ketadi, chichqon yeb ketadi. Bo'lmagan safsata gap. Aka, pokelarimiz yonmaydi. Ishoning gapimga, pokeni chichqon yeyishi rost gap. Lekin chichqon hamma narsani yeydi aka, taxtani ham yeydi, betonni ham yeydi. Uni yo'liga narsa qo'yib qo'ymasangiz bo'ldi. Chichqondan qutulish eng afzal yo'li uni tinch qo'yish aka. Siz uyingizni izolyatsiya qiling, undan keyin qolgan hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi. Xullas aka, sizni issiq sovuq o'ylayotganidan gumon-gumonda bo'lmaysiz. Videoga like bosasiz, chunki juda ham ko'p mehnat qilamiz aka. Bu mehnatlarni faqat siz like'ingiz orqali biz baholaymiz. Xullas, eng yaqin do'stlarga yoki qurilish qilayotgan akalarga videoni tashlab qo'ysangiz, ular uchun foydali bo'ladi aka. Bizdan kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.